Yili necha buni? 20. 20 avtomat ha? Tonirovka ruxsatlar bormi buni? Qancha? 8 oy. Qancha yurgan bu? 106 ming yurgan ha? Tonirovka ruxsatlar bu 20-yil, monitorlar qo'yilgan. Chexollari bor, mana yangi polikchalar qo'yilgan. Reflektorlar qo'yilgan ekan. Mana bu orqalarning holati. Vizor registratorlari ham bor, yomon emas. Orqa tomonlari ham juda ham yaxshi holatda. Kemt kolonkalar qo'yilgan. Xo'sh, gazi nima ekan buni? Propan gaz. Shumka bo'lgan. Stopchalar qo'yilgan, yomon emas o'shuncha. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan. Buni kraskasi qayerda? Arqa kriloda, mana kriloda. Orqa krilosida, keyin oldida bor, ha? Boshqa joyda yo'q. Motor hadoylar qanday? Nima kamchiligi bu? Kamchiligi bitta pult qo'yish kerak. Bitta pult qo'ysa bo'ldi. 2020-yil bo'lishi nechi pul? Bo'lishi. Savdosi yo'qini ayting bo'ldi. 7300 bo'lsa hisob. 7000 ga beramiz, ha? Naqd pul bo'lsa. 7200 ga qo'yaylik ishmasa? 7300. Bo'lishi 7300, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 95 623 623 25 21. 25 21. 21.